Shunaqa molni zo'riga ishqiboz akalarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Estoniya yo'qlar. Mashalloh deb qo'yinglar. Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hurmatli Fermaus obunachilari, akalar, ukalar, xudo xolasa 2025-yil 27-sentyabr haftaning shanba kuni. Hurmatli obunachilar, Amaken fermasidan video obzor qilib beryapmiz. Hali katta emas, kichkina emas, o'rta me'yorda hali ham ro'zg'orbop, ham fermaga ishlataman. Ja katta mol bo'lmasin, lekin katta molni ustini bersin degan obunachilarimiz bo'lsa mana. Molni haqiqiy zo'rlardan ko'rsatib beramiz. 30 milliondan 60 milliongacha mol bor. Nomerini qo'yib qo'yaman. Screenshot qilib tashlasalaring, birma-bir narxlarni o'zi aytib beradi. Aytilayotgan narxning ichida vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beradi. Xudo xolasa, qonlari toza, ishonchli joyidan. Yetugi ham bor, kechkisi ham bor. Yetugi narx qimmat bo'ladi, kechkilarniki sal arzonroq bo'ladi. Sementallar bor, birinchi qoringa mana 1 2 3. Pullari yengil beradi. Qanaqa mol salang bor? Eston bor, uni rossiyskiy sementallar bor. Gibrid bor, gibrid ishqibozlariga. Gibridda ham ana, hurmatli obunachilar, dangillab turganlari bor. Haqiqiy Galishtin salang, galishtinlardan ham bor. Qanaqa mol salang bor, top beradi. Xudo xolasa. Birma-bir ko'rsatib beramiz mana. Akalar, xudo xolasa, mol turishini qaranglar. Krasat ekan, joni sog' bo'lsin. Vallohu alam 3-qoringa bo'lsa kerak. Molni bo'yi 1.40 yon beradi. 1.40 yo 1.40dan ozgina oshiq chiqsa kerak. Ja katta mol bas. Ammo to'ro so'skasi, to'ro oyog'i ishlashga javob beradi. Xudo xolasa bir 20 ta 25 ta sut beradigan mol chiqadi. Ja 25 ta bo'lmasa ham bir 22 litrda qoylatadigan mol chiqadi. Narxlari ashi gap. 30 milliondan 60 milliongacha mol bor. Endi biz bilmaymiz. O'zi safarda shunday screenshot qilib tashlasalar narxini yoritib beraveradi. Aytib beraveradi. Birma-bir. Akalar mana, xudo xolasa bu molimizni ko'rsataylik, qolgan mollarimizni ko'rsatib beraveramiz. Birma-bir. Mana, bu qaranglar. Voy joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi mol ekan mana. 1.35 yon berdi buni bo'yi. Maqda bor yana. Jup qilib olaman degan. Maqda gibridlar bor mana. Gibrid ham yetib qopti. Bir oyda sug'organ. Orqalari ancha yayilib qopti jonivordi. Qanaqa mollar ko'rsatib bersak bo'lardi? Eston ishqibozlari bormi? Eston. Buni jupi ham bor. Akalar. Tur. Bir 20 kunligi qolgan. Eston. Rossiyskiy Eston bu. Rossiyskiy toza bas. Rossiyadan keltirilgan Estonlar. Shuni ham aytib qo'yish kerak endi. Birarga obunachilarimiz bo'lsa, unaqa yolg'on gapiryapti, bunaqa deyish mumkin. Borini aytib sotgan yaxshi. Ammo molda hech qaysi defekt yo'q. Molda o'ta krasatasi. Yapalaq, yerga yaqin yapalaq. Bu mol xudo xolasa bir 30 ta yon berda bersa kerak. Ali molda molvoz akalarimiz o'z biladi. Kichkina bo'lib turib ham yorvoradigan mollar bo'ladi-yu. Yorvorayshin. Xuddi shunaqasi mana. Mashin bilan mana shu juplab olsalaring, hurmatli obunachilar. Kami 50 litr sut beradi-da, kamida 50 tani qoylatadi, kamida. Ko'ringlar. Ammo narxlari xudo xolasa yo'lida. Chunki pashti hali YouTube'chilarga yetkazib berayotganda o'zi uncha ja nima qilavermaydi. YouTube'chilarga ammo yetkazdirib beryapti mollarni, yetiltirib olib sotishyapti. Dehqonchilik desam bo'laveradi. Kechki molni oladi, bir 2 oy, 3 oy mollarni olib turib saqlaydi mana. Kechki mollar, mana shu mollarni ham bilinmab 3-4 oydan keyin kami 45 million 50 millionlik mol bo'lib chiqsa kerak. 50 million bo'lmasa 45 million bo'ladi-da. Qona ajim bo'lsa, qaranglar. Bu qaranglar, molni qaranglar. Kechki mol oladi-da, kechki molni mana qilib lapillatib 5-4 oy, 3-4 oy saqlab sotaveradi. Narxlari yo'lida, akalar. Dehqon akalarimiz bo'lsa, mana semental. Bu ham semental, bu ham Rossiyadan kelgan bo'lsa kerak. Yo Greenportmi bu? Kommentariy yozib o'tib ketinglar. Narxlar qimmat bas unaqa. Yo'lida qilib beradi narxlarni ham. Ammo eng kattasi bilimmi 3-qoringa bo'lsa kerak. Bu gibrid qaranglar, bu gibrid. Lopillab turibdi. Voy joni sog' bo'lsin. Mashalloh deb akalar, mana shunaqa like bor. Mana shu like bosib o'tib ketinglar. Sizlardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Bitta like bosib o'tib ketinglar. Bu qaranglar. Mana qolgan mollarni birma-bir ko'rsatib beraylik. Mana 1.40 chiqmasa kerak. 1.35 tepasida shu molam. 2-qoringa. Xunajin.
Onajon hisob bo'lsin. Mani videoga oldim yomon kelyapti. Shu mol yonimizga yoz. Ketadi shekilli Samarqandga manimcha. Mana. Bu ham yetilib qolgan bu mol ham. Suti bor edimikan? Buni qaranglar. Ashi mol ham yaxshi mol ekan. Mollar o'ynab turibdi ama. Ishlar o'rib charchagan mol basta. Bu ham smetadan birinchi qorin. Bu ham yetuk ekan. Mana. Bu galistena. Yetuk ekan. Hatta gibrid bor. Bu ham birinchi qoringa ekan. Mana buni qaranglar. Voy joni sog' bo'lsin. Bu ham birinchi qoringa. Qonlarni tekshirib olaverasizlar. Kelib xotirjam tekshirib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Mana bitta yaxshi mol bor yana. Ashini ko'rsatib beraman. Buni qaranglar. Bir joyga olib qo'ysalar, 3 uchta semental birinchi qoringa desalar ham o'zi biladi. 3ta semental desalar. Estonni yana bittasi bor mana, sherigi. Ikkita deyodim o Estondan. Mana, ikkinchi Eston. Buni bo'yi 1.50 yetib qolgan. Katta buni bo'yi. Hazilakam olbas bu. Kattaning qaranglar mana. O'ta gigant mol. Gigant. Molvoz akam o'zi turgan bitta ko'rganda molni biladi. Qanaqa molligi. Bu ham yetuv bo'g'oz ekan mana. Bo'yi 1.5 yon berdi. 1.5 yon berdi. Rossiyskiy bu ham. Ama bu mol birinchi qoringa. Hurmatli obunachilar, beli keng, hali sut beradigan mollardan. To'g'ri so'skalari, tutamlari oppoq. Mana shu mol ham 25 dan qo'ylatib beraman, qaranglar. Tutamlarni qaranglar, original ekan. Yerga yaqin yapaloq. Akalar, xudo xolasa mana bu naryoqda katta mollari ham bor. Aloqa chiqib kelaverasizlar. Zakaslar olinaveradi. Shves bor. Shvetsiyadan ona shves ham bor. Shves. Kechki shves. Ishga oz bo'lsa uni ham sotib oladi. Mana, akalar, like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.